$1000 bilan marketplace'ga kirsa bo'ladimi? $1000 bilan marketplace'ga kirish kerak emasligiga 3 ta fakt. Bu pulga Xitoydan yaxshi narxda mahsulot sotib ola olmaysiz. Sizda konkurentlaringizga qaraganda qimmat narx chiqadi. Kerakli ob'yomda tovar ola olmaysiz. Sizda har doim mahsulot yetkiza olmaslik muammosi bo'ladi. Marketplace'da sotilgan mahsulotingizni puli sizga 2 haftada kelib tushadi. Pulni yechib, Xitoyga chiqarib, mahsulot buyurtma berib, uni kelishiga 30 kun vaqt ketadi. Bu paytgacha sizni yaratgan kartochkangiz pastga qarab qulab ketadi. $1000 bilan kirsa bo'ladi, faqat bozorni tahlil qilish uchun. Bu nima degani? Siz mahsulot sotmoqchisiz. O'yinchoq yoki pomada. Buni bilish uchun zo'r instrument. Bu videoni $1000 pul bilan marketplace'da boyib ketaman degan tanishingizga yuborib qo'ying.